Telegram asoschisi Pavel Durov shaxsiy hayot daxlsizligini birinchi o'ringa qo'yadi. U shunchalik qat'iyyki, 2011-yilda Rossiya hukumati foydalanuvchilarning yozishmalarini so'raganda VKontaktedagi lavozimidan voz kechgan. Telegram bugun ham hech bir davlatga, hatto Rossiyaga ham foydalanuvchi ma'lumotlarni bermagan. Eron, Xitoy va boshqa bosimlarga ham bo'ysunmagan. Yaqinda esa Fransiya razvedkasi Durov bilan muzokara o'tkazdi. Rasmiy sabab terrorizmga qarshi kurash va bolalarni zararli kontentdan himoya qilish edi. Lekin Durovning ma'lum qilishicha, aslida ular Ukraina, Moldova va Ruminiyaga oid geopolitik ma'lumotlarni so'rashgan. Durov bu talabni rad etgan. Telegram bosimlarga qarshi turishda davom etmoqda. Telegram serverlari bir joyda emas, dunyo bo'ylab tarqalgan. Shuning uchun hech bir davlat to'liq ma'lumotni qo'lga kirita olmaydi. Bundan tashqari, Telegramda secret chat funksiyasi bor. U shifrlangan. Faqat siz va yozgan odamingiz o'qiy oladi. Telegramni o'zi ham bu yozishmalarni ko'ra olmaydi. Durov aytgan: "Agar Telegramda maxfiylik buzilsa, men uni darhol yopaman. Maxfiylik sizning huquqingiz." Telegram esa shu huquqni himoya qiladigan kam sonli platformalardan biri.